Men ismim Bahodir. 2016-yildan beri Nargis Cosmetics Center'da buxgalter lavozimida ishlab kelaman. Biruz xizmatining eng yoqqan jihati qaysi? Biruz dasturi menga juda ham yoqadi. Chunki Biruz dasturi juda ham tez qonun va qoidalar bilan yangilanadi, soddalashtirilgan va mukammal darajada hisobotlarni topshirishga imkoniyat beradi. Biruz dasturi siz uchun qanchalik qulay va tushunarli. Biruz dasturi hozirgi kunda shunchalik qulay bo'ldiki, eski davrlarda Excel'da ishlardik. Juda ham qiyin bo'lardi. Hisobotlarni topshirish har xil xato kamchiliklar bilan bo'lardi. Lekin hozirgi kunda Biruz dasturi avtomatlashtirilgan, eng oxirgi qonun va qoidalar bilan yangilangan. Shuning uchun hisobotlarni topshirishda, ma'lumotlar olishda hech qanaqa qiyinchiliklarsiz bizga juda ham zo'r yordamchimiz bo'ldi. Men Biruz dasturidan foydalanganimdan juda ham xursandman. Ularning ishlariga kattadan katta muvaffaqiyatlar tilayman.